Assalomu alaykum, hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasi o'zimning uyimdagi mini quyon ferma va tovuq fermalarni sizlarga obzorini qisqacha ko'rsatamiz akalar. Bugun sizlar bilan 5-may 2026-yil 5-oyda ko'rishib turibmiz akalar. Kanalga bittadan like bosib tursalar, xudo xolasa bugun hop mana shu kattagimiz qanchaga bitgan, quyonlarimiz qanchaga olindi, tovuqlarimiz qanchaga olindi, barcha ma'lumotlarni yoritib beramiz akalar. Kanalga like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Akalar, xudo xolasa bo'lmasam videolarimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib quyonlarimizga o'tamiz akalar. Quyonlarni bir boshlaganman, hop, qachon olganman, necha pulga olganman, nima beryapman, xudo xolasa sizlarga tanishtirib beramiz. Buni ochishni qaranglar akalar. Mashalloh. Quyonni ochishni qaranglar. Hurmatli akalar, ko'ringlar. Xo'p, bu bo'g'oz quyonimiz. Bozorda oldim akalar. 10 kun atrofida tug'adi deyishdi, 150 ming so'mga oldim akalar. Buni kattaligini qaranglar. 150 ming so'mga oldik. Xudo xolasa bunga mana shu o'tlarni shega baylab, xo'sh, karamlardan berdik. Qonni hozir tug'agan akalar, yemayapti ekan, lekin bitta ham qoldirmasdan hammasini bir bo'shtagandan yeydi. Ichiga kirib ko'ramiz, hozirlarga ko'rsatamiz quyonni. Qarang. Ay maşallah. Burası böyle. Hop. Burası ne gelir? Burası ne? Hop. Gidette bir 7 kilo aldım. Mana şu ko'rib turgan quyonlar endi bu quyonlar akalar 35 ming so'mdan kilasini 70 ming so'mga olingan endi akalar. Ko'ringlar, 7 kunda qanaqa shu effekt beryapti. Qanaqa narsa qilyapti. Maşallah, ishlari qaranglar, ajoyibligini biladi. Xudo xolasa ozgina foyda qilamiz deb oldinglar bularni. Voy, maşallah. Quyoncha. Hammasi mana shu karobkaning ichiga kirib oldi-yu bular. Bo'lmasam kattagimizni ko'rsatamiz akalar. Kattagimiz mana shunday ko'rinishda, hop, kletka qilib qo'yilgan. Mana shunday. Endi oldin tovuq turganligi sababli bu kattagida quyonni mana shunday karobkaga joylab qo'ydik akalar. Nega? O'tlardan tashlab, somonlarni karobkaning ichiga joylab qo'ydik. Quyonimiz tug'ishiga ozgina sharoit yaratib qo'ydik-da akalar. Ko'ringlar bularni. Ajoyib ekan. Voy mo'chicha. Ichidan mattasini chiqazib olaylik-da. Ishlamasmi ekan bular? Maşallah. Bularni qo'shni. Bunga o'rganmagan, lekin hop, bozorda olib kelganimda, birinchi olib kelganimda mana shu yo'llarda ekan. Hop. Ularni kiyroq olganman-da. Ushattirmayapti bular. Hammasi bir joyga kirib oldi. Bular. Kattasini ushladim akalar, kattasini. Bunisi akalar qiz bola. Bunisi o'g'il bola akalar. Bunisini hop. Yedi bir 3 kunmi 4 kun oldim. Hop. Oldim akalar. Buni 30 ming so'm, 25 ming so'm shunaqa atrofida oldim akalar. Bu unda ozgina kichikroq edi. Hozir ancha nadillashib, yaxshi ko'rinishga qo'ying. Qaranglar buni. Xudo xolasa go'sht yo'nalishiga bularni boqilyapti. Bularni ko'paytirish maqsadi akalar. Ko'paytirib ozgina qilish. Qaranglar. Tekshirishlarni qaranglar. Chu. To'xtasi. Qolganlarni katta ko'rsatib o'tdik. Kattaroq ko'rsataman sizlarga. Ichida. Mana. Buni hozir ko'rsatdik. Hop, shu. Bu shu o'tgan hafta olgan quyonim. Bitilashadimi? Qo'lga o'rganmagan. Buni 35 ming so'mga hop o'tgan hafta olingan. Hop, endi akalar eng kichkina jajji quyonchamizga o'tdik akalar. Buni ham shu 30 ming 25 ming atrofida oldim akalar. Hozir menga endi qimmat olganman boshqa. Lekin shu boshida ko'rgan akalarni bir ikki odam ko'rdi. Ozgina qimmat olib qo'yibsan boshqa deyishdi. Bizga boqishganligi uchun akalar ikkilanmasdan oldik. Xudo xolasa baraka topamiz degan umidamiz akalar. Biz boqamiz, olib sotmaymiz. Böyle. Bunisi erkekçe. En katta gigant
Tumonimizga o'tamiz aka. Quloqdan ushlattiramkin. Ey dombo. Bu kuchim ham yetmayapti unga. Mana aka. Kameraga sig'yaptim, boshqani bilmadim, lekin quyon o'ta katta. Bo'g'izligigami, boshqaligigami, lekin ko'ringlar. Xo'p, buni aytdim sizlarga. 150 ming so'mga olgandim aka. Mana suv ishlarni qilib, rabochiy o'zimizning qo'lda qo'lboqni qilyapmiz akalar. Xudo xolasa katakni ichiga kirib olganman. Katakni ichidan sizlarga video qilyapman akalar. Kanalga like bosib, obuna bo'lib ketinglar. Ozgina mehnatimizni qadrlagan holda hurmatli obunachilar. Buni ko'ringlar. Hasa. Xudo xolasa bu tug'ib bersa, hop, 10 tagacha tug'an deyishyapti. Tug'ib bersa, xudo xolasa bolalarini ko'paytirish niyat bor akalar. Bu katakni hop boshqa qilib, ularni ko'paytirish niyat bor akalar. Qo'yinglar, kattaligini buni. Xudo xolasa, hop, barcha ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Mana quyoncha, mana quyoncha sizlar uchun, hurmatli obunachilar. Xo'sh, bularga berilayotgan ozuqani aytib o'tib ketdim sizlarga. Karom beriladi. Boshqa narsa beriladi. Suv ishlarni aytdim. Endi biz quyon boqmaganmiz oldin. Quyon boqmaganimiz sababli o'zimiz qo'ldan kelgancha akalar boqib turibmiz. Xudo xolasa bir xatdan bir boqilyapti, bir xatdan shu shumshayib boshqa narsa bo'lmagan. Boqib katta qilyapmiz akalar. Mana katagimizni hop, yana bir 30 35 shunaqa atrofga bo'yidi akalar. Hozir uzr so'raymiz. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa akalar. 35 shunaqa atrofda chiqadi. Qo'yinglar. Oxirchalarni chiqadigan qilib, bemalol ovqatlarni solib qo'yadigan qilib, joylatazda akalar bitiryapmiz. Ko'pchilik akalarimiz shu don bersa ham bo'ladi, kepa bersa ham bo'ladi deb savol berishyapti akalar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Don bersa bo'ladimi yoki mana shunday karamlarni berib, o'tlarni berib boqqan yaxshimi yoki don berib boqqan yaxshimi, yem, kepak, boshqa narsalar berib, bug'doylarni berib boqqan yaxshimi, hurmatli obunachilar? Xo'p, katagimizni ko'rsatdik. Quyonlarimiz xudo xolasa. Endi akalar tovuqlarga o'tamiz. Tovuqlarni ham yaqindagina xarid qildik. Xudo xolasa katagimizni qurilgan jarayonlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Nech pulga qurildi? Qanchaga shu usta pullari bilan qanchaga bitdi? Xo'p. Mana shu tovuqlar akalar 135 ming so'mdan mana shu xo'roziyu mana shu nima bo'ladi? Makonlariyu 135 ming so'mdan oldim. Bularni olganimga bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Endi mana boqilyapti. Tuxumlaydi deb aytishdi egalari. Xudo xolasa. Uni qaranglar, boshchi. Uni qaranglar. Xudo xolasa. Juda baqiradi bu. Aylechi tovuqlar 135 ming so'mdan olindi akalar. Eshiklar ham mana shu. Xo'p. Oldin oxirlarini ko'rib turibsizlar. Mana shu oxirlarni solinadi. Solingandan keyin shuni tushirib qo'yiladi. Mana shu kilitga qilib qo'ygan oralarni kilitga qilib qo'yib, hop, tovuqlarni yeyish uchun hop, sharoit yaratib qo'yilganda, buni qilishimiz sababi akalar har xil shu g'ishiqlar bo'ladi, boshqa narsalar timtamasligi uchun, timtalab shu xillasiga yopishmasligi uchun shularni qo'yilgan akalar. Bu tovuqlarimizni akalar o'tkingni olmaydi. O'tkangni mana shu o'rdaklarimizni ham oling. O'tkangni lekin ularni arzimagan pulni olingan akalar. 50 ming so'mdan, 40 ming so'mdan, 30 ming so'm shunaqa atrofida mana shu tovuqlarimizni olingan akalar. Daja shu xo'rozimiz bir 20 ming so'mga olgan bo'lsa kerak, hurmatli obunachilar. 20 ming so'mga. Hozir hamma narsa oshdi, go'sht hammasi oshgani sababli daja tovuqlarning narxi ham oshib ketibdi, hurmatli akalar. Mana shu hop 50 ming so'mga olgan bo'lsa kerak mana shu o'rdakni. Hozirgi kunda 150 ming so'm ekan akalar. Hammasi shu tovuqlar tuxumlab turgan, xudo xolasa, hop 10-15 taga yaqin kuniga tuxumlar olinyapti. Oxirchalarni qaranglar buni. Kepelar solasiz, shuni tushirasizlar bo'ldi. Xo'sh, akalar, bu katagimiz yaqinda qurildi. Shifrlari ham o'zimizda bor edi. Shifrlari ham hop setkalarni oldik, hurmatli akalar. Setkalari ham hop arzimagan puldan tushdi, hurmatli akalar. Hop, mana shu katagimizni qaranglar, kattaligi. Bu katagida qo'y ham boqsa bo'laveradi, tovuq ham boqsa bo'laveradi, hamma narsa boqsa bo'ladi. Daji mashindan narsa bo'ladi. Mashin o'ttasidan bo'lib turib, hop bitta ikki qavatli qilib burullarda bosib boqsa ham bo'ladi akalar. Bu katagimiz usta bilan boshqa hammasi bilan xo'sh 1 million so'm atrofida tushdi. Xudo xolasa 3 oyda qilaman degan akalarimiz uchun.
Hop, to'g'ladi tagiga, apelkalarni solib, to'g'ladi. Tug'ishi uchun sharoitlar yaratib qo'yilgan. Hop. Hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bozorlarda ham mana shunday qora to'g'larning narxi juda keskin darajada oshib ketgan ekan. Sababli hozir sezon ekan, sezon sababli to'g'larning ham narxi oshib ketdi. Bilasizlar, shu bahor chiqqandan keyin yoz kirgandan keyin o'zi yoz chillarida, yoz issiqlarda bu to'g'lar tuxumlashda boshlaydi-da, darajada. Asli mana tuxumga kiradi. Shuning uchun odamlar hozir hammasi uyga mana shunaqa to'g'lardan boqishga olishyapti ekan. Shuning uchun narxlar ham o'ta darajada oshib ketdi, hurmatli obunachilar. Daji xo'rozdan qimmat ekan. Mana shu to'g'larning narxi. Xo'rozdan qimmat, hurmatli yuklar. Hop, katagimizni ko'rdilar-a? Katagimizni taxminan 1 2 3 4 5 6 20 chiqargan ekanlar. Eniga 620, bo'yiga 1.15 shunaqa atrof. Yo'q, ekanlar, ha, adashdim. Uzr, ma'zur tutasizlar, hurmatli aka-ukalar. To'g'risi, bugun to'g'risi bir 4 ta 5 ta yaqin videolar olindi. Ekanlar, bo'yiga 620, eniga 1.20. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Hop, akalar, bo'lmasam videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sizlar uchun ozgina foydali bo'ldi degan umiddamiz, hurmatli aka-ukalar. Kanalga like deb bosinglar. Mana shunaqa chorvadorlar, mana shunaqa o'sha nima bo'ladi? Arzimagan to'g'lar bo'lsa ham barchaning uyida bo'lgani yaxshi-da, hurmatli aka-ukalar. Barchaning uyiga nasib qilsin degan. Xudo xolasa sizlarni ham mana shunaqa kataylarni qilib to'g'larni boqishlaringni tavsiya beramiz, hurmatli aka-ukalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shunday ko'rinishdagi like'larni bosib qo'yinglar. Xudo xolasa har kuni video qilamiz sizlar uchun akalar. To'g'dan tortib, moldan tortib, eshakdan ot hammasidan video qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.